Buxoro xalqaro universiteti magistratura mutaxassislariga qabul boshlandi. Qabul komissiyasiga quyidagi hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bakalavr darajasi diplomi hamda ilovasi mavjud bo'lsa, til bilish darajasi sertifikati. Universitetda magistratura mutaxassisliklari talabalari uchun yaratilgan shart-sharoitlar quyidagilar. Universitetning ilmiy daraja beruvchi ilmiy ixtisoslashgan kengashi mavjud. Oliy attestatsiya komissiyasi reyestrda turadigan axborotnoma va ilmiy jurnallarga universitet magistrlari uchun navbatsiz maqola chiqarish huquqi beriladi va alohida chegirmalar qilinadi. Yil davomida o'tkaziladigan fan, texnologiya, madaniyat va san'at konferensiyalari hamda ilmiy anjumanlarda qatnashadilar. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarining pedagog xodimlari bilan hamkorlikda magistrlar tayyorlash dasturi asosida ta'lim oladilar. Dars mashg'ulotlari salohiyatli va chuqur bilimga ega fan doktorlari, professorlar tomonidan olib boriladi. Bilim insonning eng kuchli qurolidir. Uni hech kim sizdan tortib ola olmaydi.